Scopus haqida savollar bor edi. Scopus Web of Science yoki umuman ilmiy maqolalar yozish loyiha kursi aynan kimlar uchun? Kimlar bu kursda o'qiy olishi mumkin va qanday natijalarga erisha oladi? Yaxshi savol bo'ldi. Juda ham yaxshi savol. Hozir mana agar yarim yildan beri Scopus deyotgan bo'lsak, bir narsaga tushuncha paydo bo'ldiki, bizani aholini 1 yil emas, 2 yil emas, 3 yil o'qitsak, bir qanaqadir natija chiqib keladi. Bitta holatda yechim bo'lishi mumkin. Bu xalqaro universitetlarda o'qib, magistraturasini o'qib, sal fikr shakllangan insonlar agar murojaat qilsa, ular bilan tezroq chiqamiz. Natija ham yaxshi bo'ladi. Natija ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun menimcha hozir bizlar sal strategiyani o'zgartirishimiz kerak. To'g'ri, bu degani har oyda qilinadigan konferensiyalar to'xtab qoladi degani emas. Nasib bo'lsa 28-mayda keyingi konferensiyamiz bo'ladi, spikerlarimiz bor. Lekin aytmoqchi bo'lganim, bu ko'p narsani endi nima deydi, plus minus o'ylaysizda, kimlar murojaat qilyapti? Masalan, juda ko'p odam, masalan, sizga ham shunaqa murojaat qilishgan, bizning bolalarimizga ham murojaat qilayotgan, masalan, birinchi kohortda 28 ta odam telefon bo'lgan bo'lsa, 28 ta odamga telefon qilsa bepul deb o'ylavdik degan narsani eshityapmiz. To'g'ri, bu agar grant bo'lsa edi, bepul bo'lsa bo'lardi. Hech bo'lmasa svetni narxi, hech bo'lmasa bolalarning vaqtini, zoomni narxi, hech bo'lmasa kofening narxi bormi deyish ham mumkin edi, masalan, elementar narsalar. Lekin shunaqa ham tayyor bo'lmadi bu odamlar, shuncha darrov kechirasizlar, tayyor emaslar dedi. Ikkinchi guruh o'qituvchilar chiqdi. O'qituvchilar bilan gaplashgan vaqtimizda shunisi bo'lma, tezda ishda qilishim kerak edi. Tez mavzuyingiz nima? Mana shunaqa mavzu tanladim. Nega shunaqa mavzu tanladingiz? Metodikadan qilmoqchi edim. Nima uchun metodika qilmoqchi? Qisqasi nimaga javob topamiz. Biz kimdir unga aytgan, shunday qilsang yaxshi bo'ladi degan, shuning uchun. Biz ilmiy ish nima uchun degan savolga qarang javob olyapman. Ilmiy ish qilsam, mendan hech kim sifir so'ramaydi. Men bosh o'qituvchi bo'laman. Bo'ldi, shu javob. Biz u diplomni sotib olishga tayyor. Keyingisi chiqyapti. Nech pul bilan to'g'ri yozib berasizlar. Bu bizlarga emas. Hurmatli kollegalar, bu bizlarga emas. Boshqa biron kim yozib berayotgan bo'lsa, murojaat qiling. Yana bitta savol, bu bir sertifikatini sotib olish mumkinmi? Yo'q, sotib olish mumkin emas. O'qish kerak. Lekin siz bir sertifikatiga 1 yil yaxshi o'qisalaringiz, bizdan zo'r metodistlar bor, tayyorlab berishadi. Unga javob beradi. Unga javob. Lekin ilmiy ish qila olasizmi, qila olmaysizmi degan savolga ham sabr bilan 1 yil o'qisangiz, balkim bir narsa chiqib keladi. Keyin 1 yildan keyin o'ylaysiz, aha, bu ekan meni mavzuyim, men bu soha menga qiziq ekan deysiz. Yoki aytasizki, bu mening soham meniki emas ekan deysiz. Yoki ba'zi birlari bor, teng ketmaslik uchun aytaman. Ba'zi birlar aytadi, mening oyligim buncha ko'p emas, ha deb o'qiyverishga pul sarflayapman. Lekin kechirasiz, hayot davomida ta'lim deb o'tdi. Bizlar ham hozir peshidan qabrgacha ilm. Bizlar ham hozir sarflaymiz, mablag' o'qish uchun. Doimiy ravishda. Bu tabiiy holat, chunki buyuk insonlar ham, katta milliarderlar ham har doim o'qishadi. To'g'ri, tabiiy holat. O'qimas ekansiz, siz rivojlanishdan to'xtab qolasiz. Jamiyat dars chiqarib tashlaydi, keyin oddiy odamga aylanib qolasiz. To'g'ri. Yana bitta og'riqli savol, shaxsan o'zim duch keldim shunga. 19 yoshli qizcha hali bakalavr diplomiga ega emas, hech qanaqa bir tajribaga ega emas, lekin bilasizmi nima dedim? Voy, menga hech qanaqa kurs kerak emas. Men hech narsani aloqa qilmayman, hamma narsani bilaman. Xo'p, siz kim bo'lib ishlaysiz? Aynan mana shu tashkilotda korxonangiz mana bu joy ekan. Men bilasizmi, chet eldagi anaqalarni, trenerlarni O'zbekiston bilan anaqa qilaman-da, bog'layman-da, ularga kurs sazdavat qilaman. Xo'p, bu qanaqa? Nima deyiladi sizning mutaxassisligingiz, sohangiz, aynan shu ishingiz o'zi bilmaydi kimligini. Organizatormisiz? Men koordinatorman. Qanaqa? Bu degani bizning sohamizda hali to'g'ri bilasizmi, biz hozir g'iybatga o'xshab qoldik. Yo'q, hech g'iybat emas, chunki bilasizmi, bu bilimsizlik darajasida. G'iybat bo'ldi. Yo'q, bilimsizlik darajasi 19 yoshda bo'lgan qiz, hali qizaloqda, u bunda olib qarasangiz, qanaqa qilib hammasini bilish mumkin. Kechirasiz, u уже davlat uchun, fuqaro shaxs. Yo'q, davlat uchun kapital. Xo'p, unga 18 yil davlat investitsiya qilib qo'ydi. 18 yil otasi, onasi boqdi. U
Nima uchun kapital? Chunki u allaqachon davlatni qaysidir sohasida ishlab, oylik olib, davlatga налог to'lab, oilasiga bir so'm olib kelayotgan fuqaro. Tushunyapsizmi? Inson kapitali. Inson kapitali degani mana shu-da. 18 dan keyin bu erkin harakat qiladigan, o'ziga o'zi non topadigan mustaqil fuqaro. Lekin bu fuqarolarimiz qanchalik rivojlanyapti. Bu davlatning og'riq joyi hozir juda ko'p gaplar. Lekin bitta narsani aytib qo'yay, akalar, singillarim, agarki bugun siz kimgadir intilib yashamas ekansiz, jamiyat tezda chiqarib yuboradi sizni yoki farzandlaringiz orasida hurmat o'ziga yarashamaydi. To'g'ri. Chunki mana juda ko'p yoshi katta insonlarni ko'ryapmiz hozir. Vaqtida farzandlariga to'g'ri tarbiya berilmagani uchun o'zlari ko'chada. Shunaqa. Yoki-da o'zlari yaxshi o'qishgan, baribir farzandlariga baxt ajratmagan, shuning uchun ko'chada. To'g'ri. Yoki farzandlari juda ham katta insonlar bo'lishgan, shuning uchun bizning yoshimizdagi katta insonlar maza qilib mana bizga o'xshagan ijtimoiy loyihalar qilib beribdi. Aytmoqchimanki, bunaqa insonlar ham ko'p, bunaqasi ham. Lekin siz qaysi tomondasiz o'ylab ko'rishingiz kerak. O'zini ustida ishlaydigan, jamiyatda foydam tegsin deydigan insonlarga intilish kerak yoki bitta sohada shu pulimni olsam bo'ldi deb qolib ketish kerak. Yoki mana marakaga bormasam bo'lmaydi, to'yga bormasam bo'lmaydi, odamlar tug'ilgan kunga bormasam bo'lmaydi. Odamgarchilikdan qolib ketaman, baho qo'yaman. Yangi kiyim kiymasam bo'lmaydi, taqinchoq almashtirmasam bo'lmaydi degan shunaqa eskicha fikrlar bilan qolib ketadigan insonlar ham bor ekan. Zamon unaqa emas. Zamon hozir shiddat yaratishga o'xshayapti. Shuning uchun sizdan moslashing.